YouTube algoritmi qanday ishlaydi? Top 3 ta maslahat. Assalomu alaykum. Meni ismim Komil va men YouTube va Instagramda marketolog bo'lib ishlayman va hozirda sizlarga beradigan top 3 ta maslahatim manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Agar siz YouTube'da kontent qilib pul ishlamoqchi bo'lsangiz agar birinchi shart e'tibor beradigan narsangiz kontent emas, auditoriya og'riqlari. Agar siz qachonki siz auditoriya og'riqlarini olib chiqqaningizda YouTube'da va katta videolar olib chiqqaningizda YouTube algoritmlari sizni kanalingizni ko'rishlar sonini ko'paytirishiga yordam beradi. Va siz eng asosiysi o'sha videolarni chiqarayotganda bitta nishani tanlab olishingiz. Chunki siz har xil nishani tanlaganingizda, masalan, vloglar, faktlar va kerak emas narsalarda kontent qilgandan ko'ra bitta, masalan, ingliz tili yoki pul va biznes haqida kontent qilishingiz juda ham chotki bo'ladi. Shuning uchun bitta nisha tanlab olib, kontentda faqat og'riqlarni olib chiqasiz va siz e'tibor beradigan bitta asosiy narsangiz bu videoni odamlar qayta ko'radimi va bu video odamlar uchun foydali bo'ladimi degan savol bo'lishi kerak. Va shu savoldan keyin u video, agar shu savolga ha deb javob bera olsangiz, o'z ichingiz va vijdoningizda albatta video topga chiqish ehtimoli bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, YouTube algoritmi kam videoga emas. Masalan, siz plan qilmang, 30 ta video olaman, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi degandek qilmasligingiz kerak. Kamida 100 ta video, ko'p bilan 200 ta video. 200 ta sifatli videolar chiqarishingiz kerak va YouTube o'sha 100 ta video, 150 ta videodan keyin o'sha kanalni analiz qilib, rekomendatsiyaga chiqarishi boshlaydi. Kam bo'ladi. Masalan, men o'zimning fikrim, YouTube'da 1000 ta obunachi, maqsadli 1000 ta obunachi Instagramdagi 10 000 ta obunachidan yaxshi. Bu degani YouTube'dagi obunachilar muhim. Va men sizlarga aytib o'taman, siz kontent qilayotganda nishangizni tanlagandan keyin shu nishada 100 ta video chiqadimi? 100 ta mavzu bormi? Agar nishangizda 100 tadan ortiq videolar va 100 tadan ortiq mavzular bo'lsa, bemalol siz 100 tadan ortiq videolar YouTube'ga joylab va keyin rohatini ko'rishingiz mumkin. Daromadni hech qachon monetizatsiyadan kutmang. Agar siz monetizatsiyadan faqat daromad qilaman deb o'ylagan bo'lsangiz, bu albatta kamlik qiladi. Chunki siz YouTube'da o'zingizning shaxsiy reklamalaringizni qo'yishdan ham daromad topishingiz mumkin. Monetizatsiyada o'rtacha har bitta video uchun prosmotriga qarab videoga pul olasiz. Endi u qanaqa regiondaligiga muhim. Keyin YouTube'dan $100, $200 topsangiz agar monetizatsiyaning o'zidan, agarda siz YouTube uchun reklama olsangiz agar profilingizga kamida bitta videodan $100, $200, $300, $500 gacha ham topishingiz mumkin. Agar YouTube biznes profilini aktivi juda ham muhim. Shuning uchun siz daromadni faqat monetizatsiyadan emas va boshqa platformalardan, boshqa reklama datellardan ham olib soqqani qilishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring.